Kotletdan ham mazali, ko'rinishi shohona, dasturxonga tortganingizda ishtaha bilan birga dasturxonni ham ochib yuboradigan qiymali rulet bilan dunyodagi eng mazali kartoshka pyure retseptim bilan bo'lishaman. Buxanka nonni suvga yaxshilab ivitib, qiymaga piyoz, ivigan non, bitta tuxum, tuz, ziravorli, chesnok solib, qo'limiz bilan yaxshilab g'ijimlab, urib qiymani pishitamiz. Qiymamiz marinovka bo'lib turguncha alohida idishga tuxum, sir, mayonez solib yaxshilab aralashtirib, gaz listiga quyib yuborib, 250 gradusda 20 daqiqada pishirib olamiz. Endi tayyor qiymani ikkita salafan o'rtasiga olib, gaz listini razmerdagi qilib yoyib, o'rtasiga quymoqli nachinkasini qo'yib, rulet shaklida yaxshilab o'rab, 250 gradusda 30-35 daqiqaga pishirishga qo'yamiz. O'tgan safar shu mant qasqon listimni bavi rangini o'chirib yuborgani uchun ham boshqa qasqonda pishirdingiz deb yozgan ekansizlar. Afsuski unaqa bo'lmagan edi. Kosalarim mant qasqonga sig'maganligi uchun ham boshqa qasqon ishlatishga majbur bo'lgan edim. Mana ko'z o'ngingizda yana bir marta bavini sizlarga sinovdan o'tkazib beraman. Ko'rib turganingizdek, bavi alyuminium rangini umuman o'chirgani yo'q. Endi dunyodagi eng mazali kartoshka pyure uchun qaynatilgan kartoshkaga sariyog' bilan sut solib yaxshilab ezib, nasatkadan chiroyli chiqishi uchun mikserda 2 daqiqa aylantirib olamiz. Yoniga qaynatilgan guruch va go'shtli ruletlarni kesib dasturxonga tortsangiz, mehmonlarning og'zi lang ochilib qoladi. Ertaga iftorga tayyorlab, ideya va retsept uchun menga like bosib, obuna bo'ling.